Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hop, darsimiz kelgan joydan davom etadi. Zazimleniya va zanuleniya haqida gaplashayotgan edik va suhbatimiz demak mana shu uyda bir himoya choralarini qo'llamasak, shuni ustida ishlamasak demak bo'lmas ekan. Odamni mana bunaqa faza teginib qolgan, xavfli kuchlanish teginib qolgan korpuslardan himoya qilmasak bo'lmas ekan. Odam buni ushlab turib tok uradimi yo'qmi, uni sezadimi, balkim sig'imiy toklar katta qiymat bo'lmagani uchun unaqa zarari yo'qmi, teginib ketsa ham bilmay qolib yashayveradimi? Ulardan qat'iy nazar xavf saqlanib qolar ekan. Birinchi nuqtada korpusga teginsa yoki yerga teginsa hech narsa bo'lmagani bilan yana bir boshqa ikkinchi nuqtada teginsa uji anchayin xavfli vaziyat yuzaga kelar ekan, ularni ko'rdik va ehtimoliy nima chora ko'rish mumkin desa, ehtimoliy choralarning biri nolni ulab ko'rdik. Korpuslarga nol berib qo'ydik. Shunda faza teginib ketsa, demak nima bo'ladi? Qisqa tutashuv bo'lib ketadi va shitdagi avtomat otib yuboradi. Shu bilan tamom, hammasi joyida bo'ladi. Lekin uni ham o'ziga yarasha nyuanslari chiqdi. O'ziga yarasha uni avvaliga ichidan shunday ulab qo'yuvdik. Uydagi ayolimizmi, farzandlarimizmi yoki o'zimizmi xayolan hamma ham vilkani qanaqa sug'uruvdim, xuddi shunaqasi tiqiy deb o'ylamaydi. Vilkani hamma ham qaramasdan birov bilan gaplashib turib, telefonda gaplashib turib vilkalarni rozetkaga tiqadi, oladi, uni qaysi tomoni bilan tiqyapti, uzilinitlarni qarab o'tirmaydi. Demak, bunda mana bu ehtimoliy xavf bor ekan. Noto'g'ri aylantirib tiqib yuborsa, aksincha yaxshilik qilaman deb, xavfsizlikni ta'minlayman deb, aksincha undan battar qilib qo'yar ekan ishni. O'zi faza ostida bo'lib qolar ekan. Modomiki ichida perimichga berib qo'ygandan keyin mana u holatni ko'rdik. Keyin shuni maxsus rozetka vilka sotib olib, u yerda o'zini tili bo'ladi alohida. O'sha tiliga ulab, ana endi bunaqasiga tiqamizmi, bunaqasigami farqi yo'q. Tilidan ulaganimiz uchun bir xursand bo'lib turuvdik. U yerda yana bir ehtimoliy xavf paydo bo'ldi. Nima? Mana bu ko'chamizdan o'tgan baland kranmi, nimadurmi, mabodo mana bu traversdagi simni uzib o'tib ketsa, uni ham endi aniq joyiga qo'ymasak, faza qatdan uziluvdi, shuni bilish kerak. Bo'lmasa, mana shu yer aylanib ketib qolsa, demak hamma narsada faza aylanib yana xavfsizlikni ta'minlayman deb ishni og'irlashtirib qo'ydik. Hamma narsa kuchlanish ostida bo'lib qoldi. Aksincha battar bo'lib qoldi. Mana bu xavf bor ekan. Lekin shundoq bo'lsa ham bunga rioya qilinib ishlab kelindimi? Kelindi ishlab. Sobiq SSRda mana shu usul qilindimi? Qilindi. Demak, suhbatimiz shu joyga keluvdi. Umuman sobiq SSR da mana bu zanuleniya terminlari adabiyotlarga kiritilgan, universitetlarda o'qitilgan. Mana bu yerlarda urf bo'lgan, lekin xalqaro dokumentatsiyalarda, xalqaro so'zlashuvlarda umuman nima deyiladi? U yerda nol haqida gapirilmaydi. Nima deyiladi? Demak, yerlatish tizimlari, sistema zazimleniya deyiladi. Sistema zazimleniya, yerlatish tizimlari deyiladi. U yerda nomida umuman nol qatnashmasa ham yerlatish tizimlari umuman nol qatnashmayapti. Albatta, sobiq SSRni o'sha kommunistlar qurgan energiya tizimidagi zanuleniya deb gapirishi o'zi bo'li detalliroq. Aslida men buni qoralamoqchi emasman. Mana bular noto'g'ri aytgan demoqchi emasman. Sobiq SSRda anchayin detalliroq ataldi bu. Zazimleniya va zanuleniya deb. Chunki nollash ham qatnashadi-da. Mana nollash. Mana biz qilgan ish rozetkani ichidan o'zini nolidan mana bu tiliga, perimichga berib qo'yganimiz shu nollash. Rostdan ham nollangan. Zanuleniya desa o'zi nolni ham ta'kidlab aytib o'tib ketish o'zi yaxshi bu. Sobiq SSR kommunistlar to'g'riroq nomlagan aslida. Lekin bu narsalar tarixda qoldi. Hozirgi xalqaro
kelishuvlarda, xalqaro dokumentatsiyalarda demak nol aytilmayapti-da, nima deyilyapti? Yerlatish tizimlari deb aytilyapti. Yerlatish tizimlari, sistema zazemleniya deb nollash shuni ichiga kirib ketyapti. Mana bu biroz mujmalroq aslida. Xo'p, demak yerlatish tizimlariga keldi. Demak, yerlatish tizimlari nima? Mana ko'pchiligimiz balki ko'zimiz tushgandir. Mana shunaqa TN, TT, IT, TN, CS, TNS, mana bunaqa bir ko'rinishidan bosh og'rig'i, hammani chalg'itadi, hammani putinitsa qilib, nima bu, TT nima, TNCS nima deb ko'rinishi biroz ko'zga yoqimsiz va tushunish qiyinroq. Mana shular, mana shu yerlatish tizimlari xalqaro dokumentatsiyalarda aytiladigan sistema zazemleniyalar aynan mana shular. Mana shu. Ko'rinishi xunuk, mujmal, bosh og'riq bo'lib ko'ringani bilan aslida juda sodda narsalar. Men hozir mana oldin buni birrov ko'rib olinglar. Sizlarga lo'nda qilib tushuntirib beraman. Aslida oson juda. Ko'rinishi xunuk bo'lgani bilan, ko'rinishi boshni og'rituvchan bo'lgani bilan. Demak, bu narsalar o'zi qayerdan kelib chiqdi? Bu narsalar qayerdan kelib chiqdi? Demak, terre N mana bunaqa yoziladi. C kombine, yana nima bor? I izole, S séparé. Terre neutre, combine, isolé, séparé. Nimani eslatyapti? Gaplarning ohangi nimani eslatyapti? Fransuz tilini eslatyaptimi? Isolé, séparé, combine deb. Demak, mana shu TNC, TNCS, IT, TT deganimizdagi harflarni to'liq yozilishi asli mana bunaqa. Fransuzlar balkim kimlardir zamechat qildi, fransuz ohanglariga o'xshayapti deb, chunki rostdan ham fransuz tilidan olingan. Nega aynan fransuz tilidan? Nega fransuzlar nima qilib yuribdi? Butun dunyo elektrlashtirilayotganda oldingi suhbatlarda gaplashdik. Elektrifikatsiya tarixi yuqoridagi qiziq mavzularimiz bo'ldi. Butun dunyo elektrlashtirilayotganda asosan eng katta o'yinchilar kim bo'ldi? Germaniya va AQSh. Dunyoni deyarli juda ko'p qismini ilk 20-asrning boshlarida haqida kelgan boshqa o'yinchilar qo'shildi. Mana hozir Xitoy tashabbusni qo'liga oldi. Hozirgi bozordagi juda katta o'yinchilarni aytmayapman. Ilk elektrifikatsiya shiddat bilan butun dunyo shiddat bilan elektrlashayotgan o'sha 1800 nechinchi yillar masalan 1880 1920 bo'lsa mana 40 yil. Mana shu yillarda 19-asrning oxiri 20-asrning boshlarida butun dunyo shiddat bilan elektrlashtirildi. Umuman elektrifikatsiya sohasiga konveyerni keng ko'lamda kommersial uslubda, ya'ni keng ko'lamda xalqaro eksportlar qilinadigan lokalni o'tda laboratoriyada, Fransiyadagi bir ilmiy tekshirish instituti, Londondagi bir qandaydir institut ichida lokalni qilingan ishlar emas, keng ko'lamda kommersial usulda eksport salohiyati bilan birga katta masshtabda qilinishi mana shu yillarda bo'ldi. Undan oldin aslida elektrичество bilan uje 1800-yillardan boshlab shug'ullanilgan. Uje
lekin lakanli bo'lgan. Bu yerda kichkina ilmiy institutning ichida, bitta laboratoriyada bo'lgan. Va elektr qonunlari unisi u Henry Gates buni topdi, Faraday buni topdi, elektromagnetizmni. Yana u Nikola Tesla buni topdi. Mana shunaqa lakanli ishlar bo'lgan. Ana endi butun elektr qoida qonunlarini odamlar o'zlashtirib, tushunib olgandan keyin elektromagnet induksiya, undan keyin mana nima qildi? Shiddat bilan buni hayotga tatbiq qilish boshlandi va keng ko'lamda davlat miqyosida, qit'alar miqyosida amalga oshirildi va butun dunyo elektrlashtirildi. Mana shu yillarda. Mana shu yillarda liderlar kim bo'lgan? Albatta Germaniya va AQSh. U haqida gaplashdik, lekin Yevropada yana bitta Germaniyadan qolishmaydigan darajadagi qudratga ega davlat bor edi. Aynan elektrifikatsiya, texnika, texnologiya sohasida. U kim edi? Fransiya edi. U Fransiya edi. Faqat Fransiya ko'proq urg'uni o'zini ichki davlatiga qaratdi, o'zini elektrlashtirish, davlatni keng ko'lamda umuman lokalna, mahalliy tomondan fokuslandi. Germaniya bilan AQSh tashqi olamga boshqa davlatlarni elektrlashtirib berish, ularga generatorlar, transformatorlar, elektr mashinalar eksport qilish ko'proq kommersial bo'ldi bularning ishi AQSh bilan Germaniyani. Shuning uchun bular ko'proq ko'zga tashlanib qoldi. Bu yerni kim qilgan desa nemislar qilib ketdi. Bu yerni amerikanslar qilib ketdi deb. Yaponiyani yarmini nemislar qilib ketdi, yarmini amerikanslar qilib ketdi. Avstraliyani bular qilib ketdi deb ular ko'zga tashlandi. Fransiyachi, Fransiya kuchli edi juda. Germaniyadan qolishardi, ko'p ham qolishmas edi. Oldima-ketin izma-iz ergashgan edi. Lekin nega u qadar nomi chiqmadi? Fransiya o'zini davlati doirasida, o'zini ichki ishlari ko'p edi. O'zini davlati doirasida ko'proq faoliyat olib bordi, lekin kuchli bo'lgan. Va aynan mana bu standartizatsiyaga kirgani uchun, ana endi standartlash nima qilamiz? Mana tarmoq va iste'molchi juftligi. Shuni demak biz xavfsiz qilishimiz kerak shu zonani. Shunda nima qilamiz deb bir xalqaro kelishib, bir narsaga kelishib olishni mana shuni standartlash deydi. Aynan Fransiyada standartlash institutlari rivojlangan bo'lgan mana shu yillarda. Fransiya shu metrologiya standartizatsiya deydi-yu, u tomondan kuchli bo'lgan va ana shu kuchliligiga dalil aynan bularni terminlari urf bo'lib qoldi. Butun bizga mana shu terminlar joriy bo'lib qoldi. Fransuz terminlari. Ya'ni ter yer degani bu neutr. Nol degani bu, men qiziqib ko'rdim, men o'zim fransuz tili o'qimaganman, qiziqib ko'rdim. Bu ter deb o'qilar ekan, ter. Bu neutr deb o'qilar ekan. Bu kombin deb o'qilar ekan, bu izole deb o'qilar ekan. Bu separe deb o'qilar ekan. Demak, nima degani? Bu yer, bu nol. Bu o'zimizning tilda совмещенный dva v одном qilingan degan mana bu. Kombin degani bizning anaqada ikkitasi birda degani. Ikkitasi birda deymiz-ku. Bir vaqtning o'zida buni ham qiladi. Ikkitasi birda. Kombinirованный deydi-ku. Mana kombini izole ajratilgan, izolirованный degani bir narsadan ajratilgan degani, izole, separe izole bizda o'zbekchada mana bir xil bo'lib ketadi. Separe ham ajratilgan, izole ham ajratilgan deb deyilaveradi o'zbek terminologiyasida, lekin mana separe keling alohida qilingan deylik buni. Alohida qilingan, ajratilgan, izolechi izolировать qilingan. Daxli yo'q qilingan. Hozir buni yana dars davomida tushunib olasizlar. Demak, mana shu terminlar. Endi qaranglar. Bu yerda nima demoqchi? Yoki yerlangan, yoki nollangan demoqchi. Mana shuni o'zi. Biz gaplashayotgan narsani o'zi. Bu yog'ini qo'yib turinglar. Yoki yerlangan, yoki nollangan. Zazemleniya va zanuleniya degan. Mana bu yer, mana bu nol.
Fransuz terminologiyadan. Tör yer, zemля. Nötr nol. Yer nol. Zazimliyni. Ko'rinishi bosh og'rig'i bo'lgan bilan o'zi juda oddiy. Hozir men tushuntirib qo'yaman. Demak, juftlik shular orasidagi xavfsizlikni ta'minoti, demak, tipi, manba qanday holatda bo'la oladi? Ikkita holatda bo'la oladi. Manba yoki yer bilan aloqasi yo'q, mana shuni izole deydi. Izole. Изолированная с глухосистема, трехфазная система с глухозаземленной нейтралью bo'la oladi. Ikkita holatda bo'la oladi manba. Yoki s izolirованный neytralью bo'la oladi. Yerdan uzilgan bo'ladi. Xalayr, yo'q, mana bunaqa bo'la oladi. Mana shu izole. Mana shu izole. Yo'q, mana bunaqa bo'la oladi. Глухозаземленный neytralью. Mana bu terre. Ya'ni yerlangan degan. Demak, tipi holatiga ko'ra ikkita holatda bo'la oladi. Yoki terre holatida, yoki izole holatida. Bo'ldi. Nötr holatida bo'la olmaydi. Buni nollab qo'ydik. Tipini himoyasini himoya qilib faza teginib qolsa otib yuborish uchun nol berib qo'ydik deyolmaymiz. Chunki o'zi manbani o'zi, u iste'molchilarga taalluqli. Manbani o'zidan chiqayotgan nolni o'ziga berib himoya qilmaydi-da, o'zini nolini o'ziga berib himoya qilib bo'lmaydi-da. U mana bu yoqqa taalluqli. Nollab himoyalanish. Manbagacha tipida ikkita holatda bo'la oladi tipi. Yoki глухозаземленный neytralью, mayli bular harflarga e'tibor qilmaylik. O'zimizning suhbatdan nima bo'la oladi? Demak, transformatorimiz bizning tizimda nima bo'la oladi? Ikkita holatda bo'la oladi. Boshqa holat yo'q-da. Yoki nima? Ikkita holati ham fazalarga taalluqli emas, faqat noliga taalluqli. Nima bo'la oladi? Yoki noli mana bunaqa gir atrofiga qoqilgan ugaloklar bir-biriga boylangan palasa bilan mana shunga olib chiqib bu haqida gaplashdik. Planka bilan ulab qo'ya olamiz. Nagluha nolini zazimlik qilib qo'yishimiz mumkin. Mana bitta holati shuni xalqaro standartlarda yerlatish sistemalari degan qabul qilingan xalqaro dokumentatsiyada shuni tör holatida deydi. Zazimlon deganida tör holatida bo'la oladi bu yoki nima holatda bo'la oladi? Mana buni yechib qo'yamiz, bo'ldi. Yer bilan aloqasini uzib qo'yamiz, ya'ni yerdan izolировать qilib qo'yamiz. Izolировать. Yerdan izolировать qilib qo'yamiz. Demak, manbani ikkita holati bor. Manba yoki T bo'la oladi, yoki глухозаземленный neytralью bo'la oladi, shu ter. Yerlandi degani. Yoki s izolirованный neytralью bo'la oladi. Mana bu yechilgan holat. Yoki mana bunaqa bo'la oladi, terre, yoki mana buni yechib qo'ysak, izole holatda bo'la oladi bu. Bu ketdi. Boshqacha holatda bo'la olmaydi. Endi yoqqa o'tamiz uyga. Biz juftlik haqida gaplashyapmiz. Butun mavzuyimiz mana shu juftlik, mana shu kartinada kechadi. Uyda nima bo'la oladi? Mana buni himoya qilish ko'rib chiqdik-a? Himoya qilish. Mayli bu traversa simi uzilib ketmabdi, hamma narsa joyida ekan. Hamma rozetka vilkalarimizni tili borini olib kelib korpuslarga ulab o'zidan nol berib qo'yamiz. Demak, bu yerda odamni kuchlanish ostiga tushib qolmasligini nech xil yo'li bor? Bu yerda ham ikki xil yo'li bor. Nima bu yo'l? Xuddi zemlyaga o'xshagan bu yerda ham ikkita yo'li bor. Yoki botga ham kontur zazimliyni qilamiz. Uylarga mana zazimliyni qildik. Elektromobillarga zazimliyni 3 ta uголnikka 3 burchak qoqib bir-biriga ulab, keyin palasada olib kelib, shit bu yoqda ekan. Palasada olib kelib, mana bu shitgacha olib keldik. Bu yerda alohida zemlyaga shina qo'ydik va shu yerdan hamma rozetkalarni boyagi
razvedkalarni mana bu zazimlayishli tiliga, alohida tiliga bularga 3 provodnoy bo'ladi. Shitlardan demak faqat faza 0 emas, zazimleniya tizimi qilingan uylarda 2 ta jilka emas, 3 ta jila tortiladi. Fazaga, 0 ga va nimaga? Zemlaga. Mana shu alohida shinaga ulanadi va bular hammasi jam bo'lib bitta palasa bilan mana bu hovlisiga qoqib qo'yilgan 3 ta ugollokka ulangan bo'ladi. Shunda demak odamni xavfsizligini ta'minlash uchun demak nima yo'li bor? Uy qaysi holatda bo'la oladi? Yoki endi izolay bo'la olmaydi uy. U TPga taalluqli. Mana buni yechib qo'yish, taqib qo'yish bu TPga taalluqli gap. Uychi qaysi holatda bo'la oladi? Uy yoki zazimleniya holatida, ikkinchisi yoki zanuleniya holatida. Demak, uy ikkita holatda bo'la oladi. Uydagi jihozlarning xavfsizligi demoqchiman. Uy deganimda yoki birinchi ko'rib chiqqanimizda mana bu 0 o'zamda peremechkalar berib butun korpuslarga 0 borib turadigan qilamiz. Shunda faza teginib kelsa, paq etib qisqa tutashuv bo'lib ketadi. Yoki ikkinchi yo'li nima? 0 dan peremechka bermaymizda, tiliga alohida 3 ta jila qilib, mana bunaqa qilib kontur zazimleni 3 ta uголок qoqamiz. Shunda nima bo'ladi? Yerga qisqa tutashuv bo'ladi-da, zazimleniyaga qisqa tutashuv bo'ladi, yana avtomatlar otib oladi. Uzo, dif avtomatlar, umuman oddiy avtomat ham yaxshi qilingan bo'lsa, diqqat qiling. Zazimleniya qarshiligi kichik yoki teng 4-10 bo'lsa, katta nomiga zazimleniyaga bitta mamundogina armatura qoqib qo'ygan bo'lsa emas. Uni gaplashamiz yana. Yaxshilab kitobida 4-10 dan past yoki teng, shundan baland emas qilingan bo'lsa nima bo'ladi demak? Yana paq etib ketadi. Endi nima? Yerga qisqa tutashib. Yerga ham qisqa tutashadimi? Ha, chunki yer deganimiz nima deyildi? Uzun o'tkazgich, mana bu bilan bog'lanib turgan. Yer ham bir oyoq ostiga tashab qo'yilgan uzun temir list deb faraz qilavering. Mana shu yerdan temir list ko'chalarimizga asfalt emas, asfalt mashina emas, temir listlar kelib, svarshkilar, temir ko'chalar qilib bersa nima bo'lardi? Hovlimiz temir bo'lsa, uyimizni ichlariga shu temirlarni olib kirib, polimiz temir bo'lsa nima bo'lardi? Va shunga teginib ketsa, korpuslar temir ustida turibdimi? Demak, mana bu ham 3 ta uголlik qoqqanimiz ham temirga qotirib qo'ygan desak, nima bo'ladi? Paq etib ketadi, chunki temir bilan bog'lanib turibdi. Turpog'i ham shunaqa faraz qilavering, tokni shunaqa o'tkazadi. Mana bunaqa yaxshi kitobida qilingan bo'lsa, zazimleni. Tuproq ham yuzasi o'ta kattaligidan tokni yaxshi o'tkazadi deyildi. Demak, neytral holati ketdi. Zanuleniya deganimiz shu. Zanuleniya holat. Zazimleniya holatida demak, kontur zazimleniya qilib 3 ta uголок qoqib, buni 3 ta jilali joylarda mana bunaqa bu uyda zazimleniya qilingan deydi-yu. Shunaqa qilishimizni avtomatiski nima sharti bo'ladi yana? Avtomatiski mana bu izola emas. Bu terra holatida bo'lish kerak bo'ladi-da. Chunki biz bu yog'ini rosa hovlimizga menga 3 ta emas, menda zo'r bo'lsin zemla. 2 ohm to'g'ri emas, 2 ohm bo'lsin. Yo'q, 1 ohm bo'lsin. Shunaqa zo'r zazimleni qillaring 20 ta qoq uголлini. Chunki uголлini qancha ko'p qoqsa, shuncha yer bilan teginish yuzasi katta bo'lgani uchun nima bo'ladi? Kontur zazimleniyaning qarshiligi pasayib boradi, yaxshilanib boradi. U 3 ta deb biz eshitganimiz eng minimal talab bu. Ko'pchilik 3 ta desa 3 ta bo'lish kerak deb o'ylab qo'ygan. 2 ta ham mumkin emas, 4 ta ham. Yo'q, bitta ham mumkin, 2 ta ham mumkin, 3 ta ham, 4 ta ham, 100 ta ham mumkin. U minimal talab. 3 ta bo'lishi tavsiya qilinadi kamida. 4 ta qil, undan zo'r. 10 ta qil, undan zo'r. 10 ta uголlik qoq, vafshi zo'r bo'ladi. Prosta odamlar oshiqcha mehnat, oshiqcha xarajat bundan qochadi-da. Uголок ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi o'zi. Va qarshiligi 1 ohm qilib, zo'r qilib kontur zazimleni qilsak-u, lekin tepada, manbada mana buni yechib qo'ygan bo'lsa zemladan, aloqasini yerdan uzib qo'ygan bo'lsak yoki boshqacha aytsa, bu izolay holatida turgan bo'lsa, uyimiz terra holatida turib, zazimlon, tepamiz terra emas, gluxozazimlon emas, yerdan uzilgan
izole holatida turgan bo'lsa nima? Ma'no yo'q. Demak, uyimizda korpuslarni ehtimoliy faza dejurit qilib qolishidan himoyani ikkitagina yo'li bor. Ikkita. Yoki zazimleni qilamiz uyga, yoki nollarni ulab chiqamiz. Mana bunga o'zidan peremichka berib qo'yamiz, nol qilib. Yoki buni qilamiz, yoki buni. Shunda bunda ham avtomat o'tvoradi. Faza nolga qisqa tutashib, zazimleni qilgan bo'lsak, bunda ham faza avtomat o'tvoradi. Nima? Endi faza yerga qisqa tutashib. Bunda avtomat tashiydi, faza nolga qisqa tutashib. Mana bunaqa qilsak, avtomat tashiydi, faza yerga tutashib. Lekin buni bitta sharti bor. T hech qachon mamyo T bo'lgandagina ma'noga ega. Ya'ni T qilmoqchimizmi? Albatta mana buni taqamiz, boltlab, yana nagluha zazimlit qilamiz. T ni bitta sharti bor. Uyda zazimleni qilishimiz uchun TPimiz ham zazimlan turish kerak. O'zi shundoq ham turadi-yu, turadi. Men tushuntirish uchun aytayapman. O'zi shundoq ham gluha zazimlan turadi. Tushuntirish uchun aytayapman. Ma'no yo'q. Bu yog'ini zazimlit qilib, bu agar yer orqali mashinlar ikkita ta'minotchi va iste'molchi, manba, tarmoq va nagruzka yer orqali biz bir-biriga ulanib turmas ekan, bu yerda bizni hattoki bir ohm qilmaymiz ham qarshilikni. Nima yo'q? Ma'no yo'q. Demak, mana shu. Aslida juda oddiy. Aslida juda oddiy. Qo'rqinchli ko'ringani bilan. Demak, endi mana bularni eslab qolgan bo'lsanglar, buni o'chirib turaman. Bo'ldi, boyagi bizga qo'rqinchli, mujmal, bosh og'rig'i ko'rinayotgan, tushunarsiz ko'rinayotgan TN, TT, IT, IT, TNCS bosh og'rig'lar o'zi oddiy. Mana shu holatni chizib beryapti xolos. Demak, bu ikkita holatda bo'la oladi, bu ikkita holatda bo'la oladi. Bu juda oson. Mana shu harflarni biri bunga taalluqli, biri bunga taalluqli. Qaranglar. TN degani sistema TN deb kitoblarda, adabiyotlarda ko'ramiz. Sistema zazimlini TN deydi, buni tushuntirib ketadi. Juda oddiy. TN degani yonma-yon turganda sizlar chalg'ishinglar mumkin, men uzoq qilib chizaman. TN degani o'zi mamlakat TN degani, qaranglar. Ma'nosini. Bular bitta qilib gapiryapti. TN tizim degani manba tomon T holatida, ya'ni zazimlon ekan, gluha zazimlon ekan, uychi zanilon holatda, N holatida, ya'ni uyga ugalok qoqib, bir-biriga ulab, shitiga olib borib, hamma rozetkalarga ikkita tolali emasdi, ikkita jilali emasdi, faza va nol va zemlya uchun 3 ta jilali tortilib, uyda kontur zazimlenasi bor, zazimlani tizimi bor, xonadon montaji qilinmagan ekan. TN degani yo'q ekan shu narsa degani. Yo'q, ya'ni aksar hozir deyarli hamma uylarda yo'q, hammani ham uyda ugolni qilib, hozir elektromobillar chiqib, ko'p uylarda zazimleni qilinib qoldi. 50 yil, 60 yildan beri birovni uyida bir zazimleni bo'lmagan. Mana shaxsan o'zimning ham uyimda zazimleni yo'q. Mana bunaqa ugaloklar qoqib, kontur zazimleni qilib, rozetkalarim, shaxsan o'zimning uyimda ham rozetkalarim mana bunaqa tepasi, pastida tili bor, zazimleni tili bor emas, oddiy rozetkalar. Meni uyimda zazimleni tizimi yo'q. Minglab, millionlab xonadonlarda yo'q. Oddiy, umuman hech narsa yo'q. Demak, oddiy TN tizim degani shuni bundan ajratib qo'yinglar. TN tizim degani bundan ajratib qo'yinglar. Bo'ldi. Mana shu juftlikni ta'riflab beryapti sizlarga. Ya'ni men gapirganimda mana bu uzun gapni qisqa qilib, lo'nda qilib tushuntirib aytyapti sizlarga. Men uzun gapiraman, qaranglar. Mana bu manba, tarmoq, mana bu iste'molchi. Mana bu tipi, mana bu uy. Mani uyim mana shu tipidan pitani oladi. Tipi, bizning ko'chamizdagi tipi gluha zazimlon holatda.
Lekin uyimda hech qanaqa zazimleniya qilinmagandi. Mana shuncha gapirdim-a, uzog'i. Shuni bitta qilib TN deydi shuni. TN degan orasini bundan ochinglar. Bu terra holatida, bu yerda terra yo'q. Gluxa zazimleniya neytral bu tomonida zazimleniya yo'q degani. Yana bor tizim nima? TT bor. TT tizimi nima deganisi? Terra degani. Ya'ni bu tomonda gluxa zazimleniya, uyimda ham 3 ta uголник qilib, mana shunaqa hamma yog'i zazimleniya qilingan. TT ni orasini bundan ochamiz. Bular mana shu juftlikni bitta qilib sizlarga yozyapti-da, bosh harflarni. Bundan ochib faraz qiling. TT degani bu tomoni ham gluxa zazimleniya, bu tomonida ham zazimleniya tizim qilindi. Bu yerda endi gluxa zazimleniya deb bo'lmaydi, prosta rozetkalarning tillari zazimleniya tizimi qilindi degani, TT degani. Va 3-holat bor, o'zi 3 tagina holat bor. Tizim qanaqa bo'la oladi? Yoki TT bo'lib tura oladi. Gluxa zazimleniya uyda zazimleniya qilingan. Yoki TN bo'lib tura oladi. Gluxa zazimleniya uyimiz zanuleniya qilingan. Zazimleniya emas, nollarni berib qo'yganman, perimechka qilib. Bu holatda tura oladi. Uchinchisi, u asli bizni hayotda bu uchramaydi, maxsus joylarda uchraydi. Uni gaplashamiz yana darsimizning qismida. Uchinchi bir holati bor, nostandart holati. U maxsus joylarda. Uchinchi holati bor, IT bo'lib tura oladi, IT bo'ladi. IT bo'lib tura oladi. 3 tagina holat bor o'zi. Ya'ni bu tomoni izolya holatida, izolirованный, ya'ni yechib tashalgan mana. Yer bilan aloqasi yo'q qilingan, noli hech qanaqasiga yer bilan aloqasi yo'q. Sistemasi izolirованный neytral deydi. Tushuntirish uchun aytayapman, qatlarda qo'llaniladi va nega bu qilindi bu tizim? Qayerda qulay? Buni gapiraman. Keyingi qismlarda hozircha aytib o'taman. Yana bitta holat. Bir tomoni I, bir tomoni mana T'ga o'xshab qolibdi. I, bunda kichikroq chizing. Bir tomon nima? Prosta ham yechib qo'yilgan degani, shu xolos. Bu tomoni yechib qo'yilgan, bu tomonida kontur zazimleniya hammasi qilingan. Hozir aytayotgandingiz-ku, mana bu yer agar kontur zazimleniya qilinsa, avtomatik tepani ham zazimlit qilish kerak, bo'lmasa ma'no yo'q. Tok oqmaydi hech qayerga deyotgandingiz-ku, mana bor ekan u tizim. Nima ma'no endi? Mana izolirованный yechib qo'yilgan, bu tomoni terra holatida. Zazimleniya qilingan bo'lib turibdi. Nima ma'no? Oqmaydi bu yoqqa. Siz albatta uyda kontur zazimleniya qilindimi? Albatta u gluxa zazimleniya neytral TP bilan hamkor ishlaydi. Boshqachasiga ma'no yo'q degan edingiz. Mana bor ekan u. IT tizim mana. Kitoblarda, internetlarda, adabiyotlarda bor mana IT. Nima ma'no? Hozir aytayotgandingiz esa yo'q, bu yerdagi zazimlik qilingani boshqa sababdan. Uni gaplashamiz. Bu alohida xususiy holat bu. Bunga chalg'imanglar. Alohida mana shu yerda hech qanaqa kontur zazimleniya qilingani bilan avtomatlar otmaydi tegani bilan. Tepaga oqolmagani uchun. Va kontur tugallanmagan, yopiq bo'lmagani uchun ota olmaydi. Lekin nimaga unda ma'no nima edi desa, alohida holat, buni gaplashamiz. Bunga chalg'imanglar. Demak, hammasi oddiy. Hammasi oddiy. Qaytaraman, boshidan diqqat qiling. Qaytaraman. Zazimleniya va zanuleniya degan mavzu 0.4 kilovolt olamida, 0.4 kilovolt tomonda, yuqori tomonni chizmadim. Mana bu obmotkalar 0.4 tomon obmotkalari transformatorni. Shuning uchun ham yulduz ulanib turibdi. Va mana shu mavzu aslida nimaga aloqador? Mana shu kartinaga aloqador. Mana shu juftlikka aloqador. Bir tomonda manba, bir tomonda iste'molchi uy. Mana shular orasidagi munosabatga aloqador narsa bu. Ya'ni shu yerda xavfsizlikni ta'minlashga aloqador bu. Demak, mana shu. Xo'p, ikkita o'yinchi bor ekan. Tepa, tarmoq va uy, sex, yana nima? Bu shu mavzuga oid aloqador holida
qanday holatda bo'la olar ekan? Bu ham ikkita holatda. Lo'nda qilib tushuntiryapman. Yaxshilab eshitinglar. Shunda hech qachon esingizdan chiqmaydi. Kitoblarda, internetlarda bunaqa yozilmagan. Bosh og'rig'i qilib yozgan. Mujmal qilib yozgan. Sizlarga umuman esingizdan chiqib qolmaydigan qilib lo'nda qilib tushuntiryapman. Zazimleni va zanuleni mana shu juftlikka aloqador mavzu, shu juftlikdagi xavfsizlikni ta'minlashga aloqador mavzu. Shu juftlikda demak, juftlik davomimiz ikkita o'yinchi bor. Mana birinchi o'yinchi tipi, ikkinchi o'yinchi nagruzka, uy iste'molchi, birinchi o'yinchi zazimleni tizimi nuqtai nazardan ikkita holatda bo'la oladi. Yoki terre holatida, ya'ni yoki gluxozazimlyonniy neytral holatida, yoki shu yechilgan bo'l, boshqa bu yerda murakkab narsa yo'q. Ikkita holatda bo'la oladi. Buning uchun universitetda 4 yil o'qish shart emas, ikkita ko'rinib turibdi. Yoki neytral gluxozazimlyon holatda, yoki shu yechib qo'yilgan holatda bo'la oladi. Bo'l, boshqa iloji yo'q. Boshqa yo'l, boshqacha holati yo'q mana. Ikkita holat. Gluxozazimlyon neytral yo'q, yo'q yechib qo'yilgan, izole. Bu alohida holat, alohida maxsus bir joyda bor dedimi? Shuning uchun biz mana buni ham dumaloq qolib qo'yamiz-da. Shu o'zi hayotda uchragani uchun aytib o'tdim. Lekin bizni o'ta maxsus joylarda uchraydi, uni gaplashamiz. Bizni asosiy hayotimizda-chi nima uchraydi? Faqat T uchraydi. Bo'ldi, faqat T deganim faqat gluxozazimlyonniy neytral. Bizda hamma tipilar hammasi yechib qo'yilmagan, hech qayerda yechib qo'yilmaydi bu mana bu shina. Albatta gluxozazimlyonniy neytral o'tiradi, ya'ni T holatida bo'ladi, bu tomon bo'ldi. I holati redki sluchiy, uni gaplashamiz. Atigi 1% uchraydi dunyoda. Sistema izolirованный neytral, yer bilan aloqa qilmay, mana yechib tashalgan, umuman yechib tashalgan emas, umuman kontur zazimleni qilib ugonliklar qoqib ham o'tirilmagan. Shunda o'rnatilib, shunda yoqib yuborilgan, yer bilan butkul aloqasi yo'q transformator podstansiyasi, mana bu punkt holati butun dunyoda o'zi keling qat'iy qilmay bir ozgina diapazon berib yozing, 1-2% uchraydi xolos. Shuning uchun biz buni gaplashib ham o'tirmaymiz bu haqida. Asosan demak nima bo'lib turadi? Gluxozazimlyonniy neytral holatida bo'ladi tepalar, bo'ldi. Bitta holatda bo'ladi. Endi ikkinchi o'yinchi bor. Bu ikkinchi o'yinchi mana uyimizda misol mana. Buning uchun chalg'imaylar boyaga terminlarga, oddiy hayotiy misol. Universitetni bitirish shart emas. Nima qila olamiz? Uyda teginib ketsa, paq etib avtomat otib yuborishi uchun nechta yo'li bor? Ikkitagina yo'li bor bu yerda ham. Yoki nollarni peremichka qilib, korpusga, hamma yog'ini korpusiga, hamma uskunamizni korpusiga 0 berib qo'yamiz. Shunda faza teginib ketsa bo'l, paqilab ketadi. Hech qachon mana shu yerda, mana shu korpusda faza dejurit qilib yoyilib tura olmaydi hech qachon. Chunki 0 berib qo'yilgan. Bir vaqtning o'zida bitta temir. Mana bu endi kir mashinada mana bunday shakl berilgan, bu yog'imda aptikami qilib chiroyli qilingan, unga chalg'imaylar. Shu temirni bunday yoyib yorib, faraz qilaylar, bunda bir bo'lak temir bo'lib qoldi-da, shu korpus deganimiz. Bu kondisionernikimi, xolodilnikimi temir bo'lib qoldi. Bu shaklga e'tibor qilmaylar, temir mana. Tokki yaxshi o'tkazadigan temir. Shuni bir yog'iga 0 qotirib qo'yganmiz. Bo'l, mana yog'iga fazani tegizishimiz bilan bo'tigami. Yerda mana uzun temir yotibdi-da, 0 jo'ski qotirilgan. Fazani oldim. Paq etadi. Qatiga tegsam ham paq etib ketadi, ammo hech qachon faza mana shu yerda dejurit qila olmaydimi? 0 ga jo'ski boylanib turgani uchun. Ma'no shu. O'zi shu paqillatib yuborish kerak-da o'zi. Niyatimiz ham shu o'zi. Paqillab ketsin, avtomat tez bir pas turib tashamasin, birdan otsin. Qachon bu birdan otadi? Qisqa tutashuv bo'lsa. Demak, o'zimiz qasddan qisqa tutashuvga sharoit qilib qo'yaylikki,
faza shilinib tegishi bilan qisqa tutashuv bo'lsin. Jo'rttaga bizni qisqa tutashuvga olib kelyapmiz ishni. O'zimiz tashkil qilyapmiz qisqa tutashuvni. Bitta yo'li yoki 0 berib qo'yamiz. Ikkinchi yo'li yoki zazimlini qilib bu tomoni shundoq ham zazimli o'z T holatida bo'ladi dedik. Bo'l uylarda ham misol shuda, o'z uylarda ham sizlarning uyda zazimlini bormi deb so'raymiz. Yo'q deydi bu. Aslida bizda bor deydi. Yoki yo'q bo'ladi yoki bor bo'ladi. Demak, xonadon yoki T holatida bo'ladi yoki boshqacha aytsak, yoki zazimlon holatida bo'ladi. Ya'ni zazimlon emas, xonadonda yerlatish tizimi qilingan bo'ladi yoki nullatish tizimi qilingan bo'ladi. Ikkitagina tizim qilingan bo'ladi. Tepada yoki yerlatish tizimi qilingan bo'ladi, shundoq ham qilingan, tak-tak. Yoki nullatish tizimi deb bunga aytib bo'lmaydi, chunki o'zi manba bu. O'zini nolini o'ziga berib himoya qilmaysiz-ku. Nol o'zi bu yaratyapti nolni. Bular bu tomonga aloqador. Yerlatish yoki nullatish degani. Tepada nullatish degan panati yo'q, chunki bu o'zi manba. Nol o'zidan o'sib chiqyapti. Qanaqa o'zidan o'sib chiqqan nolni o'ziga berib himoya qilmaymiz, xuddi o'zimizni ko'targanga o'xshaydi-da. Hozir qanaqa qilmam va boshqa yosh bolani qo'ltig'idan ushlab bundan ko'taramiz. Qanaqa o'zimni o'zim hozir bunaqa ko'tara olmayman-ku, o'zimni o'zim. Ko'tarish begona narsaga nisbatan bo'ladi-da. O'zimni o'zim ko'tara olmaganimda o'zi bu nol o'zida yaralgan noldan o'zini o'zi himoya qilib olmaydi-da. Shuning uchun bu yerda ma'noga ega emas. Bu zanulyon holatida bo'la olmaydi hech qachon. Faqat glukozazimlyonli neytral yoki yechib qo'yilgan, izolirованный neytral. Faqat yer bilan yerlangan yoki yerlanmagan bo'ladi. Mana yerlangan yoki yerdan uzilgan. Ikkita holatda bo'ladi. Yo yerlangan yo yerdan uzilgan. Xonadonchi yoki zazimleni qilingan yoki zanuleni qilingan holatda bo'ladi. Shuni o'zi. Ya biz ko'p narsa ko'rdik-ku u yerda. Sizni aytishingiz bo'yicha, demak, nima holat bo'lyapti? Mana buni ham e'tiborga olib o'tirmaymiz. Nima holat bo'lyapti? Bu hamisha T, bu tomoni T. Bu tomoni T. Yo, T bo'ladi yoki T ham bo'ladi, bo'ldi. Shuncha vahma mashimidi, ha, mashiydi. Yo, T. Yo, bu tomon T, bu tomon ne bo'la oladi? Boshqacha aytsak yo'q. Yoki glukozazimlyonli neytrali uyda zazimleni qilingan uy bo'la oladi. Yoki qarasanglar faqat T qatnashadi bu yoqda, boshqacha ham bo'lishi mumkin emas-da. Redki случай I qatnashib qoladi. Itni ham ko'rasizlar, bir kitoblarda ko'rasizlar, uni hayotda ko'rmaysizlar deyarli. Yoki demi, albatta mana bir tomonning gapirib ham o'tirish shart emas. Bu hamisha T bo'ladi. Hamisha T bo'ladi. Glukozazimlyonli neytral bo'ladi. Faqat bu tomoni yo uyda zazimleni qilingan bo'ladi, yoki zazimleni qilmay nolni o'zini berib qo'yilgan bo'ladi himoya uchun. Yo zanuleni bo'ladi. Uy yoki zazimleni yoki zanulenida turadi. Transformator faqat zazimlon turadi. Faqat. Shu xolosmi? Ha, shu xolos. Biz lekin ko'p narsa ko'ruvdik. Kitoblarda mana bunaqa TN C TN S TN CS degan qo'rqinchlisi ham bor, uzun. Bular qayerda qoldi? Siz juda jon qilib qo'ydingiz, oddiy qilib. Bular qayerda qoldi deyilsa, mana buni darsimizni keyingi qismida gaplashamiz. Bular bor. Keyingi qismida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.